Hörmətli vətəndaş, bugün çislağa 2026 yıl 8 ayının 3. günü ettiğe Düşenbe vətəndaşa. Tünügün söz diyemez ok. Tünügün gəple uç kəsəm, iştigirək sözləb saptım, ne başlıqillik yani. Şunu ona çarçap götürəm qıram, ha? Çarçap götürüm, bu sözleri zağallik siyemizler söz demeye kaldı vətəndaşa. Söz diyemeye kaldı, ben de bir gün toluqlap şunu sözleyimiz, edebiyatımızı qoğdaylı. Edebiyatımızı qoğdaylı deyişten avval bir misal alaylı. Yakında torbetlerde dikkat kıldığınla rak mokami bugünkü cilvesi. Yani rak mokami bugünkü cilvesi. Rak mokamının bugünkü cilvesi. Hemen koşumcusu, ilgili koşumcusu koşmasın, böyle ki rak mokami bugünkü cilvesi. Rak mukamı bugünkü cilvesi deydiğin şuna açıda bizden yaş nakşçılarımızdan Kamil Efendim oturuğu çıktı. Otur yaşlı yaş nakşçılar, usulçılar, nəğmesiler ve mukam doğuluğuçular. Naytı süpetsiz elinipti. Birinci, avazın eliş süpetsiz. İkincisi, artistlerin keygen kiminin hemmisi xənelikdayla yoki xonali Xitoyning an'anaviy kiyimlari amaliyotda. Xitoy an'anaviy kiyim kiyib boqqandek o'zi tarixida. Yo'q, vatanda. Hozir ishga parcha maqoli saqlaqliq mening qo'limda. Biri Tang imperiyasi degan imperiya bo'lgan emas debdi. Bunun sebebi nima deb o'ylab topolmay Jiang Zemin bir vaqtda Tang imperiyasini Uyg'urlar qurgan edi deb aytgan edi vatandosh. Belki şu gap cumhurluktan işi de bolsa. Allah! Ha? Ne mi o? Tekrar bir vatanda. Aha, bak nasıl da. Nasıl da. Bir de Japonya çalıştırması, makale yaptı, kalkmadan. Japonya'na sayılarda, sorumlulukta sayılarda. Mehmet Hoca, ya buldu, sen basan bu seçkilerimize. Hemen seçkilerimize. Ama konserve takım şimdi biraz tutuldu. Nerede tuttu vatandaş? Rak mukamı bugünkü cilvesi. Artistler masasiyattan qarasam Uyg'urga o'xshaydigan bir qumchoq. Jumlaq ishki mag'zini ko'rib qoldim Uyg'ur qizlari qildi. Qolganning hammasi Xitoy. Artistlarni Xitoyda yasab chiqibdi. Kiyim-kechakni yetkazibdi. Grim, kiyinish, kiygan kiyimning rangini tanlash, ya'ni sariq rang. Sariq rangning ma'nosi Xitoy degan gap. Sariq rang degan so'zning ma'nosi sariqtanliklar degan gap. Sariqtanliklar avlodi degan gap. Hozir shu Uyg'urlarning shu artistlarni sariqtanliklar ovoziga opdi. Avlodiga opdi. Muqomni to'labdi, muqomda ovoz yo'q. Anaga qo'shimcha uning nimalarni, halaqa julalarni ma memesi bir nima deydi, tutum ko'rsangiz mana odam mana shunday narsa. Marg'ullarni ma anlayamaysiz, tushunamasiz, nima deyotganini, muzika nuqtasi nima deyotganini, so'z va yoki boshqa nuqta nima deyotganini tushunmaysiz. Bu hozir Uyg'urlarni assimilatsiya qilishning avval madaniyatda boshlanganligi, til assimilatsiyasi.
edebiyat, san'at, muzika assimilyatsiyasi şunun başlanğanlığını görüp alalaysiz vatandaş. Demek en ahırkı çek. Ben ahırkı çek şundan oylayman ki hazır Xitay hükümeti Uygur'un medeniyetini assimilatsiya qilish emas. Avval özü Xitay tilida Shingli deb ataladigan Uyg'ur tilida xudoko'pangni ko'tar deydigan bir jumla bor. Hazır Xitay hükümeti xudoko'pisi ko'tarishga tayyorlik qiladigan vaqt. Uyg'urning san'atini, madaniyatini, muqomini, muzikasini, usulini ve onun o dağlarını, tenkeşlerini, kademlerini degендek. Ularni o'zgartiman demay, Xitay hazır xudo ko'pisi ko'tarishga tayyorlik qilish kerak vatandaş. Biroq Xitay eng oxirgi qatimda Uyg'urning qo'lga chiqadigan va ko'ziga uchrab turgan, Xitoyning ko'ziga uchrab turgan barliq madaniyat shakllarini yo'q qilish. Buzib tashlab, qo'lingda kelmaydi Xitoy. Chunki bu madaniyat bir ruhning ifodasi. Bir milliy ruhning ifodasi. Xudo ato qilgan, Uyg'ur ato qilgan bir ruhiyatning ifodasi. Sen bir ruhni yo'qotolmaydi ekansan, madaniyatni yo'qotolmaysan. Yani ustiga sening akan Stalin degan gap esingda bo'lsa kerak. Dunyoda bir narsadan boshqa hamma narsani yo'qotqili bo'ladi. Yo'qotqili bo'lmaydigan bir narsa u bo'lsa millat. Degan edi Stalin. Demek dünyada birden bir yo'qolmaydigan narsa millat. Millat yo'qolmaydi. Yo'qotolmaysa Xitoy. Endi bu en oxirgi g'aljerlik o'zining hozirgi g'arb kuni yoki yo'qolishdan, gumron bo'lishdan g'arb kunida butun buzg'unchilik va butun vahshiylik bilan Uyg'urning madaniyatiga e'tirobatsa. Bugungi rock muqomining bugungi jilvisi deganing dal o'zi shu. Ya buningda ovoz yo'q, ya buningda naqshi yo'q, ya buningda marg'ul yo'q, ya buningda muqom yo'q. Yoki artist to'liq Uyg'ur emas, aralash Xitoylarni aralashtirib bekirib. Birinci ko'rinish nima Xitoycha odat deganda sahnaning yoki san'at nomerini o'rinlaydigan sahnaning u burjugidan bu burjugiga sakrash. Tantarbiya holatlik san'at. Tantarbiya sifatlik san'at bu Xitoyning san'ati. Tantarbiyani san'at deydigan san'at, tantarbiya deb qaraydigan Xitoyning odati. Medeniyet assimilatsiyasi ikki yo'l bilan borda. Biri mecburlash, mecburi assimilatsiya. İkincisi medeniyet assimilatsiyasi. İhtiyari assimilatsiya. İhtiyari assimilatsiyada medeniyet üstünlüğü kerak. Qaysi millatning medeniyeti üstün bo'lsa, mayli u hukmron millat bo'lsin, mayli u mahkum millat bo'lsin, qat'i nazar medeniyeti üstün millat madaniyatda qaloq millatni assimilatsiya qila oladi. Lekin sening Xitoy Uyg'urning madaniyatini besib tushalaydigan madaniyating yo'q. Nima? Xitoyning madaniyati ma'vu deb ko'rsatib beradigan bir nima bir deb baqa, men bir anglab baqam shu ishimda. Nima Xitoyning madaniyat aloyilligi degan zada qandaq narsa? Bir deb bir anglab baqa. Germaniyalik faylasuf Hegel shundoq degan edi. Agar Junguliq ko'ngzini hurmat qilaman desam, Junguliq ko'ngzining palapatish gaplarini German tiliga tarjima qilma degan edi. Tushundingmi Xitoy? Germaniyalik faylasuf Hegel shundoq degan edi. Yani şu Hegel Junguda felsefe yok degan edi. Xavring bor, menda to'lara, xavring bor. Bu so'zlarning hammasi Xitoy tiliga tarjima qilingan so'zlar. Men shu Xitoy tilida o'qidim buni. Bu so'zlarning hammasi Xitoy tiliga tarjima qilingan so'zlar. Xitoyda falsafa yo'q. Hegel nima? Ko'ngzini hurmat qilaman, inovis to'kilmasin desam, ko'ngzining palapatish nimalarini German tiliga tarjima qilmadik. Haqorat ey Xitoy. Sen uchun bu zo'r haqorat. Yo'q. Chunki Xitoy tilida bunda aloyillik yo'q. Men uni o'zim aytib keldim o. Xitoy tilida hukm yarata oladigan iqtidor yo'q.
bu Xitay tilining hukm yaratalaydigan qurilmasi yo'q. Hukm yaratılmasa felsefi kategoriya dunyoga kelmaydi. Felsefi kategoriya bo'lmasa bu millatda tafakkur bo'lmaydi degan. Medeniyetin olsa qaysi medeniyet bilan Uyg'ur milliy medeniyeti, millet medeniyeti assimilatsiya qilaman deyalaysın Xitoy. Yo'q. Buzg'unchilik, vahshiylik tabiitan. Odmiyetsizlik tabiitan bugun o'zingning sakratga tushgan jon talashgan davrida Uyg'ur medeniyeti qanday qilsam buzib tashlayman degan yigitga bugun rak muqomi bugungi jilvisi degan nom ostida Uyg'urning muqomini, rak muqomini haqorat qilding Xitoy. Haqorat qildi. Tilmi shundoq. Uyg'ur tilini tugatdim. Tungi Tibetda yig'ildi, yosh bolalarimiz tugadi, ketdi, Xitoy tili bilan ketdi dedi. Men Tibetda yig'lamayman men. Xitoyning o'zining dadasi desin bo'ldi, akisi desin bo'ldi, Marks degan bir arbobi bor edi. Markes. Buyuk Britaniyaning Hindistondagi hukmronligi degan maqolasida shunday bir jumla so'zda aytgan edi. Britaniya Hindistonda tarbiyalagan Hindistonliklar oxirgi hisobda Britaniyaning Hindistondagi hukmronligini ag'dirib tashlaydi. Amaliyot shunday bo'ldi-ku. 1947-yili Hindiston mustaqil bo'ldi. Angliyani Hindistondan chiqarib o'tgan yoki Angliyaning Hindistondagi hukmronligini ag'dirgan dalil. Angliya o'zi tarbiyalagan ziyolilar Angliyaning Hindistondagi hukmronligini ag'dirdi. Sen bugun Uyg'urni Xitoy tili o'rgatdim, o'qildim deb boshlaydi-ku. Stalin akang dedi-ku, millat yo'qolmaydi deb. Bugun shu Xitoy tilini o'rgangan Uyg'urlar ati seni ag'dirdigan Uyg'urlar. Sening Xitoyning hukmronligini ag'dirdigan Uyg'urlar. Bu behuda. Sening uchun aytganda bu vaqt axlat vaqt. Go'chandangning gumron bo'lishi, jimirilishi, Go'chandang hokimiyatining ag'dirilishi axlat vaqt ichidagi bo'layotgan ishlar. Sen bugun Uyg'urning muqomlariga chekilding. Usulini buzdi, qara sakrab yurgan artistlarni. Usul olamda shu. Uyg'urning usuli va shu. Uyg'ur ashunda usul o'ynamda majburladan nima chora va buningga? Tapancha, qilich, xanjar uni bo'ynida turibdi, bo'ynida. Nima chora va? Bu yosh bo'g'illarga, yosh artistlarga, Uyg'urga, erlarga, qizlarga nima chora va? Chora yo'q. Sen bu chorasizlikdan foydalanib Xitoyning madaniyat, qaysi madaniyatini tanlasa Uyg'urga yo'q, senda madaniyat degan narsa yo'q. Hozir yani 4 cümle, 5 cümle sözüm var değil mi? Şöyle sözleydiğin Amerika'da sözleyatı ben bu leksiyonu bir yerde digili olmaydıgan geplerinde. Ya ki bir yerde baş prensip bir millete hakaret kılma deydiğin gep boğallık için ben şunun amel kılmam. Yani 4 cümle sözüm var. Bugün vatandaşım edebiyatımızda Qoğdaylı degenin için nakşı müzikimiz mi bağ vatandaşım? Yani qaysi biri, müşavirek mi qaysi biri? Muqamning beshiga kirish söz, muqamni boshlab aytadigan vaqtda Xitoycha bir muzikani senda muzika bo'lmay Xitoy. Xitoy. Senda muzika deydigan qurilma, muzika deydigan san'at bormi? Bormi? Yana to'xtab qolaymish edi. Dal kelganda, dal bir jumla so'z kelganda yana to'xtab qolay. Xitoy. Sende nakşa deydiğin nakşı var ama muzika degan müzik var. Ben başta ettim o Xitoy tilida bu iqtidar yok. Şunu Xitoyda bundak medeniyet yok dedim o. Men emas o Gigel depti o. Germaniyanın danlıq filosofi Gigel şundak depti o. Sen bir rak muqamı hücum qilding. Tünüge müşavirek muqamının beshiga kirish söz o'rnida Xitoyning atalmış muzikalarni qistirib olib kirding. Hemen koy, medeniyetini koy, onu koy, bunu koy. Ademlik tabiatını üzerine tonagan, üzerine ademde tonagan bolsan ey Xitoy, bu işni qilmaysan herkes. Herkes qilmaysa bu işni.
Sen tak üzerine odem dep tanıgan millet emas. Mana aytganda sivilizatsiyaning madaniyatning dastlabki bosqichigami kiralamaga alomallar bosqichida. Saviyasiz, onsiz, var-vara alomallar bosqichida yashayotgan millatlar ne Xitoy. Bizimizin mavzusu kileyle vatandaşım. Biz baş tekrarlap geldik. Ötkende xulas çıkamaptık. Mesela edebiyattaki saplık, konkretlaştırganda şiiriyetteki saplık, her bir kuplet ve kısa uzun yazılan şiiriyetteki saplık degenini biz hazırgacha qanday tushundirdik, qoymukdik. Bu nime degen gap dep keldik, vatandan tartib anlap keldik, müşegacha anlap keldik. Nime saplık? Edebiyatın saplığı degen nime? Edebiyatın noqullığı degen nime? Bugün bunu çıkaran xulasa Amerika Qo'shma Shtatlardir, vaj tapgan edebiyatdan kişiler ekiminin nazariyçileri bugün bunu nime deydi desiniz? Ötken kişinin devam ötken kiliksin. Deydi desiniz, edebiyatın müstakillığını talep kılış. Ulan da vatandaş, edebiyatın müstakil fen yoki müstakil bir soha madaniyat sohasidagi bir müstakil hodisa yoki müstakil madaniyat hodisi ekanligini saqlab qolish, edebiyat sap bo'lish, edebiyat noqul bo'lish. Yoki ijtimoiyatga bu narsalarga ta'siriga uchirmaslik deydi. Biroq bu yerda bir gap bor vatandaş. Men hozir Hegel deb aytdim, Hegeldan kelgan falsafa, Marks degan o'zgartgan falsafa, iqtisodiy bazasi bilan iqtisodiy qurilma, iqtisodiy bazasi va qurilma. Bu bir juft kategoriya falsafada bir juft kategoriya vatandaş. İqtisodiy baza sizga bizga ayon, masalan pul muomala munosabatlari emgak va boylik yaratish, pul bilan birlik qilib, pulning birlik asosida boylikni taqsim qilish, shunga o'xshash iqtisodiy fallat doirasidagi ilm deb aytsangiz, ana shu qurilma kelgan vaqtda bu deyiladigan gapimiz. O'tganda dedik, adabiyot, siyosat, tarix, edebiyat, san'at, falsafa, ideologiya formallari qo'shimcha. Buning ichida eng muhimi ishlab chiqarish munosabatlari. Buning ma'nosi huquqiy munosabatlar deganlar. Mush narsaning hammasi usti qurilma sohasida bo'ladi. Sanab keldik, ko'rdingiz, din, edebiyot, san'at, nima dedik? İdeologiya formallari, falsafa. Shu qatorda hammasi qator kelyotadi. Qator kelyotganda bular xususiyat jihatdan sopliqqa ega. Edebiyot, falsafa, tarix. Xususiyat jihatdan aytganda bular sopliqqa ega. Biroq edebiyotning ichida tarix etimlarga murojaat qilasiz, chora nima? Yuqorqisi qapqapda axloqmi bor qurilmaning ichida? Axloq to'g'risi gap qilasiz, masalan, adabiyotda axloqqa murojaat qilasiz, chora nima? Chora yo'q. Mushu kategoriya ichida usti qurilma va bazis va usti qurilma degan kategoriya ichida hammasi mustaqil. Axloq, adabiyot, san'at, muzika, ideologiya, falsafa, tarix. Mushlarning hammasi ayrim ko'rinib turdi, lekin bir-biriga ta'sir qiladi-da vatandaş. Din var bunun için yantağı, din. Bir-biriga ta'sir qiladi-da vatandaş. Ta'sir qilmaydi, neri tur diyem edebiyot to'g'risi gap qilgan, axloqni neri tur degan bo'lmaydi vatandaş. Edebiyot to'g'risi gap qilganda falsafani neri tur degan bo'lmaydi, chunki estetika bu falsafa. Estetika, güzellik bu falsafa. Enise neri tur degan bo'lmaydi da vatandaş. Şuna bu nazariyatni shuna qo'yilganda edebiyotning soplig'i, şiiriyatning noqullig'i deganni ta'kidlashdan o'zi deb tunish, şiiriyat o'zi deb tunish, edebiyot o'zi deb tunish. Ikkinchi birisi aralashadi demaslik. Yoki mustaqillikni ta'kidlash, sopliqni ta'kidlash, noqullikni ta'kidlash deb ataladi. Mesela buna bundak misal yaptı, edebi tanqıçılar, Amerika'daki edebi tanqıçılar eklemi.
Rossiyalik yazgıcı Gogol devirde gılap bendisi ve ülük calla başkalar tarafından yoki aqlliq adabiyot tanqidchilari tarafidan xato tushunildi. Masalan, buning ichida Gogolning Ülük Calla romanini tanqidlagan rossiyalik adabiy tanqidchi Belnitskiy. Gogolning tarjimalida adabiy tanqidchi Belnitskiyning Gogolga xat degan bir parcha asari orqali Gogolning hayoti oxirlashdi deb o'tadi. Muşu tanqidni o'qiblar, Gogolning hayoti oxirlashgan edi deb o'tadi. G'ilab bendisi mush asarlarni tanqidlari tushunildi. Bu yerda deydi, bu tanqidchilar buni aqlliq adabiy tanqidchilar tarafidan xato tushunildi, xato tushundi. Mayli Gogolning g'ilab bendisi bo'lsin, mayli Gogolning g'ilab bendisi Chexovning ayriyanmadim kechiringlar. Ülük Calla bo'lsa, buni tanqidchilar xato tushundi deydi. Bu asarlarni tashviqot materiali deydigan qarashlar bilan bir xato tushunishni o'tirg'i chiqadi, vujudga chiqadi dedi. Demak, Ülük Calla'da tashviqot material degan gap, g'ilab bendisi degan asarning tashviqot material degan. Muşa asarlardagi ayrim boblar va abzaslarda va yakka omillarga asoslanib o'tirib qo'yilgan ko'z qarashlar va fikrlar bu ikki parcha asardiki ko'ngil qo'yib tuzilgan badiiy qurilma va murakkab masxaralar, kulkilik, do'ramchilik va ta'na, kinoya, dartmilash qatorliq mahorat bilan qilch sig'ish olmaydi. Yo'q, tuvandikilar nima? Stilistik vositalar. Gogol Ülük Calla'da bunu işletken, tamam işletken. Siz teşvikat materyali deysiz, teşvikat materyalda kinayı yok. Teşvikat materyalda kinayı yok. Korulma yok. Korulma buluş mümkün. Mürekkep mesxireler yok. Külkülük, doğramçılık yok. Eğer bu olsa bu teşvikat materyali bulanmaydı deyler. Muşular bab Gogol'un əsərdir. Sizlər bu əsərini təşviqat materialı deyib tənqid qıldınlar. Biz ədəbiyyatın özüge xas iqtidarı mundaq eniqlama berimiz deydi. Amerikada 200 yıl davamlaşqan yeni ədəbi tənqidçilər fikir yaqını. Mundaq təbir berimiz ədəbiyyatqa deydi. Bəzi məsələlərini həll qıladırmı? Yox. Məsələn, ədəbiyyat konkret ədəbi əsər özü aldığı qoyğan məsələni həll qılaladımı? Yox. Biz bunu nimi dedik? Qərəzni xata orlaşdırış. Muşu tənqidçilər, muşu obzorçular şunda eğiz qaldı. Biz Uyğurlar nimi dedik? Özümüzdən sözü bu için bədii məqsəd. Əsərdə oturub qoyulğan bədii məqsədni avtor, yazğıcı özü bir tərəf qılaladımı? Yox. Məndən etqan bütkül estetika sahasındakı məsələlərini iki xil göz qarashının münazirəsi deyişki bulundu. Məsələn, bir xil göz qarash müstəqil, parçalıb etkili bulmaydigan estetizmlik təcrübələr deb hüküm qılğıçılarının göz qaraşı. Estetikalik təcrübələr, estetizmlik təcrübələr. Şu nəsini mənmi təkrarlayan, məndən başqalarımı təkrarlayan estetizmlik təcrübələr. Bu təcrübələr deyəndə güzellik doğrusu da ədəbiyyat sahasına kirgənlər, yazğıçılar, şairlər və başqalar, oxucular və oqurmenlər, ədəbi tənqidçilər və başqalar. Güzellik doğrusu da bir düşənçi buluşu kirək. Bu düşənçi buluşu kirək deyəndən axırı nimə desiniz? Təcrübələşkən güzellik düşəncisi. Estetizmlik düşənçi. Bu estetizmlik düşənçi yani bir nokta estetizmlik təcrübə de batılıdır o vətəndaş. Siz 5-6 adam bir güllük bağçığı kırıp bakına xılmı-xıl gülle, busu reyhan, busu kızılgül, busu ətirgül, açılgan boz aş gülle doğrusudur ki sizin təsavvurunuz ya ki yes tuyuğunuzda peyda boğan fikir neyme? 6 adamdan 6 xıl olur o vətən. Bir xıl olmaydı. 6 adamın fikri 6 xıl olur. Demek ki 6 adamda 6 xıl estetizmlik tecrübe var.
estetiklik, güzellik doğrusundaki tecrübe var. Digellik bunu da vatandaş. Moşu tecrübe sizni edebiyatga söylep kirdi. Yazgıcı boluşka, edebiyatçı boluşka, şair boluşka. Yani bunun içinde bu sahaga kirip kelgen adamlarning 10 bilisiniz 8% neme deymiz? Endi şundaq deyli. 2% ya şair bolup çıkıdı, ya ki yazgıcı bolup çıkıdı. Nime asasını bicat kılıdı bular? İstetizmlik tecrübesi asasını bicat kılıdı. Güzellik doğrusundaki tecrübesi asasen icat kılıdı. Endi bir yerde hazır bular, iki xil köz qaraşdı diye tügüdü ama birincisi deydi, ma'lumdan aytganda estetika sohasidagi masalalarni iki xil köz qaraşdan munozir desak bo'ladi. Birincisi parçalanmaydigan estetizmlik tecrübelerde hüküm kılgıçılarının göz karışı bir xili. Yani sanatın özünün kanuniyetleri sahasında mevcutluk ikinci xil göz karış bolsa, edebiyatni, sanatni, ilim fennin ve ictimai cemiyetin kuralı dep karaş. Gözüme, meğer kelgende nimegi bardı, siyaset için hizmet kıldığı yer bardı. İctimai fennin, ictimai fennin kuralı dep karaş. Estetizmni kıymetini inkar kılış. Bir yerde asildeki güzelliknin kıymeti, güzellik doğrusundaki düşüncenin kıymetini inkar kılış. Fakat bu da bu kural. İctimaiyet ve başkaları için kural dep karaş. Mundaq bolganda o'ttirdiki şeyinin mevcutluğu. Yani onun biliş işkerligi. Yok, o'ttirdiki şeyinin mevcutluğu, yani onun biliş bilen hareket o'ttirishidagi fenname, felsefe ve ahlak, siyaset o'ttirishidagi vositchi şeyi elbette bir adam, çünkü o ebedi qayta parçalanmaydigan estetizmni qimmatning mavjudligini, mangu parçalanmaydigan estetizmni qimmatning mavjudligini başta nima dedi vatandaş? Estetik tecrübeler, ondan birinci estetik düşünce dedi. Endi estetizmni qimmat deyapmiz vatandaş. Kelime. Dabqala tüvende estetizmni qimmatning mavjudligini inkar qilish. Estetizmni qimmatni inkar qilish degan estetizmni tecrübeni inkar qilish. Estetizmni tecrübeni inkar qilish degan estetizmni tushunchani inkar qilish. Bu yerda demak, xulosa qilganda güzellikni inkar qilish oldimi? Yoki güzellik doğrusundaki bir şahsının yukarıda düşünce, kıymet ve tecrübelerini inkar kılış, digellik bolduma. Sanatın kıymetini inkar kılış. Ahırda sanatın kıymetini inkar kılış. Zörür bolmagan işler. Bunların hamısı zörür bolmagan işlerdir. Bunlar hazır göz karışlarının birisini mukumlaştırıp, şu buyuncu inkar kılıvadı da vatandaş. İki xil göz qaraş deydi o. Birisi uyak ketdi, birisi hazır mana. Bu ne? Dimdevazını mokumlaştırıp inkar kılış şekilde inkar kılvadı. Bazı peylasoplar okşaş, ola deydi. Sanatni bilimning manbiyi deb qaraydi. Bazı peylasoplar sanatni bilimning manbiyi deb qaraydi. Tüven şekillik yoki bazı islohchilar okşaş. Sanat hareket opridi qilganda önüm yaratalaydı. Sanat hareketke ötkende önüm yaratalaydı. Sanat bir eserini yazganda yoki bir eserde mundaq bir göz qaraşni o'tirib elib chiqqandalar, hareket qilgandalar, ondan o önüm yaratalaydı. Deydigan qaraşlar bilan sanatning qimmatini o'lchaydi.
Önemi nime? Kımmeti şu. Kımmeti nime? Sanatın önemidir. Ula belki sanat yani edebiyat nen kımmeti del keng kölemde sığdırıcılıkны. Lekin bu sığdırıcılıkның maxsuslaşkan sığdırıcılık ikenligini bayqap yetkenligidir. Edebiyatdaki en büyük kımmet yoki nima deb yig'ib aytsangiz deydi, edebiyatning sığdırıcılığı deydi. Sığdırıcılığını baş söz degan edi, hozir unutib qolibman, kechiring vatandosh. Nimani edebiyatning sığdırıcılığı deymizde baş söz degan to'p. Sığdırıcılık edebiyatning birdan-bir maxsuslaşmagan sığdırıcılık ekanligini bayqab yetdi. Edebiyatni moslashtirish, voy, kechiringlar. Edebiyatni sığdırıcılık ta'kidlash. Yana biri bu sığdırıcılık maxsuslaşmagan. Agar bu yerda deyotgan maxsuslaşmagan edebiyatni sığdırıcılık, lekin u maxsuslaşmagan. Agar u maxsuslashgan bo'lsa, sığdırıcılık vatandosh o beribli bir dogmaga aylanib qoladi-da, balki shuni ko'z tutayotgan bo'lsa kerak. Maxsuslashgandalar u narsani dogma degan gap vatandosh. Mushundaq ish, mushu bekitilgan prinsip, mushu bo'yicha ishlaysan degan gap, dogmalashgan gap degan gap. Shunga bu yerda sığdırıcılık edebiyatdagi bir oliy haqiqat bo'lsa, agar u maxsuslaşmagan bo'lsa, shu vaqtda sığdırıcılık edebiyatning qimmati, hozir shunchalik jumlalar ifodalaylik, edebiyatning qimmati deyilgan bo'lsa, agar bu sığdırıcılıkni maxsuslashganda shuning uchun o'rinaman, buni maxsuslashgan sığdırıcılık o'ylandirman desa, aqib edebiyat dogmalashtirgan bo'lsa. Dogmalashtirgan bo'lsan deydi vatandosh. Yazgıcı ve edebi tanqıçılarga nisbatan aytganda edebiyat qimmatining sığdırıcılığını tashabbus qilish, nuqul tahlil. Yani eserlerini şərilab birishga qaraganda texmo dabdabalikdir. Bundaq tashabbusa edebiyatda ruh ato qiladi. Ko'rdingizmi? Yazgıcı ve yoki edebi tanqıçıga nisbatan aytganda edebiyatning sığdırıcılığını tashabbus qilish, nuqul tahlil, yani eserlerini şərilab birishga qaraganda sığdırıcılık texmo dabdabalikdir. Bundaq tashabbusa edebiyatga ruh ato qiladi. Ko'rdingizmi? Aylaqa dogmadan xoli sığdırıcılık. Edebiyatga ruh ato qiladi. En ahirki hüküma şekillik nüfuz edebiyatını ilim, fen yoki falsafaga xos bo'lgan haqiqatdan texmi keng va texmi cho'nqur alayda haqiqatga ega qildi. Edebiyatning vazifasi falsafa emas edi, edebiyatning vazifasi axloq emas edi, edebiyatning vazifasi siyosat emas edi, edebiyatning vazifasi hatta ijtimoiy turmush emas edi. Nuqullikni, soplikni qo'g'dashdan shunday qilding. Edebiyat eng oxir kelganda falsafaga xos bo'lgan haqiqatdan texmi keng va texmi cho'nqur bir alayda haqiqatga ega bo'ladi. Chunki edebiyat sığdırıcılıkka egadir. Nima dedim ha, başı degandim, unutibdim, mana kechiringlar vatandosh. Baş so'zlab qolgan bu sığdırıcılıkni 5 nuqtadimi, 6 nuqta shuna qildi. Lekin deb boshlaydi obzorda mundaq dabdabalik tashabbus. Dabdabalik bo'lganligi uchun putirab tura olmaydi. Har bir qimmat sohasida, mayli diniy e'tiqod sohasida bo'lsin, mayli falsafa sohasida bo'lsin, mayli iqtisod va san'at sohasida bo'lsin, hammasi chaqchaq aralash. Shundaq deyishidiki, o'zlarining g'oyasining shakl ichida boshqa sohalarda bo'lmagan, lekin bizda bor bo'lgan eng yaxshi va eng amaliy narsa bor deydi. Yuqorqi sohalar ishim qilmabdi-ku, falsafa, iqtisod. Hammasi o'zining shu sohadagi g'oyasini maqtaydi deydi. Sende yok narsa mende bor, uningda yo'q narsa menda bor.
mening afzal. Nima buning uchun diniy e'tiqodim bor ekan tag'in. Hamma narsa shundaq deydi vatandosh. Hamma narsa shundaq deydi. Öz aldığı fikir qiladi, öz aldığı o'zidan maqtanadi, o'zining sohasidan maqtanadi deydi. Adabiyotni qo'g'dug'ichilarga nisbatan aytganda, bir xil san'at deb e'tirof qilishdan aytganda, go'yo adabiyot xoinlik qilish bo'lib hisoblanadi. Alashar. Tushundingizmi? Mana adabiyotni qo'g'dug'ichilar, masalan, obzorchilar qo'g'daydi. Biz da'vatimizga bugun adabiyotimizni qo'g'daymiz, da'vatimizga dal shuni o'zi chiqdi deydi vatandosh. Adabiyotni qo'g'dug'ichilarga nisbatan aytganda, adabiyotni bir xil san'at deb e'tirof qilish, adabiyot bir xil san'at deb e'tirof qilish, go'yo adabiyotga xoinlik qilish bo'lib hisoblanadi. Tushundingizmi vatandoshim? Bu gapni qilayotgan kishilar Amerikada taraqqiy topgan va 200 yil davr surgan yangi adabiy tanqidchilar eqimining fikri ma'vo. Tushundingizmi? Endi bizning yana bir faylasuf, estetikashunos olimimiz deydi. Amerikalik faylasuf. Kim Amerikalik faylasuf? Nicholas Walter Starov. Nicholas Walter Starov. Bu kitap Xitoy tiliga tarjima qilingan Yishu Yuzungjao deydi. San'at va din deydi. Demak, din bilan san'at bilan dinning munosabatini falsafiy nuqtada ko'rsatib bergan avtor. Starov. Walter Starov. Nicholas Walter Starov. Amerikalik faylasuf. Nima deydi o'dan? 5-bet. 5-betda mana bundaq deydi, qarab turing. Ma ko'zaynikim bo'lmadi o. 5-betda bundaq deydi, qarang. 5-bet. Bu yaman muhim gap ekan, shunga qiyinlab bosib so'zimsan bo'lmaydi. Qarang. Starov bundaq deydi. Agar sen bir misol keltirmoqchi bo'lsang, muhim san'at qatoriga deydi, sening mun darajangda mundaq narsalar o'tirg'i chiqadi deydi. Masalan, mun darajada qo'ychushan shima ne deydi? Bunda deydi. Ben aytamanki deydi. Mun darajaga nisbatan aytganimni aytamanki deydi. Har bir odam hech qanday gumon qilmaylar. Muzika, she'riyat, she'r, komediya, sho hikoya, roman yoki povest, yoki rassomlik va yoki balet usuli va yoki hozirgi zamon usuli va yoki kino, film va boshqa haykal tarashlik qatorliq narsalarning hammasini, anladingizmi? Hammasini san'at deb ataydi. Bu 8 xil hodisaning ichida har birisi san'at bo'lish sifatida balki muhim san'at bo'lib hisoblanadi deb. Walter Starov Amerikalik faylasuf. Mayada adabiy tanqidchilar nima deydi? Adabiyotni qo'g'dug'ichilarga nisbatan adabiyotni bir xil san'at deb e'tirof qilishdan aytganda, go'yo adabiyot qilgan xoinlik bo'lib hisoblanadi. Demak, adabiyot san'at emas demakchi bo'lib o'tadi. Ehtimol nuqul adabiyot, sop adabiyot degan nuqtai nazari bilan kelayotgan, hukm qilayotgan logikalik fikr desangiz, Mayda Starov nima deydi? Yuqoriqilar she'riyat, she'r, komediya va boshqa. Hammasi shu. Ya'ni roman, povest, hikoyalar. Bularning hammasi qo'shib kelsang, san'atning ichidagi alomatlardir yoki san'atdir deydi. Shunga vatandosh ko'z qarash u xil shaklda bo'ladi, bu xil shaklda bo'ladi.
O xil tefekkür, bu felsefi noktası buldu. Bu felsefi nokta, o logiklik hesabatı ötüş gerek. Etmiş bombaydı. Şunaklı logiklik formunun özün bir xil emas. Nahit yuqur dercilik pen. Şu derecede söz deyleydiğin dereceye yetkende bak haltısı gepmez, ona gepmez logiklik derdi. Çünkü sen birisini inkar kıyganda logiklik fikri bile inkar kılırsan. Sen birisini mokumlaştırganda, ya eserini bir parça eserini ya ki ne diyeyim, ideoloji esası gibi nesil değil, mokumlaştırgan logikle mokumlaştırırsan. Kişiler mi? Eğer seni ağdırdığın bolsa umum logikle fikirle ağdırış gerek. Vakti ne oldu? Senin logika ne oldu? Onun logikası ne oldu? Emiş bir logika. Bir de karma karşı logikada ziddiyetsiz kanunu diyen bir kanun var. Bu ne prensip, baş prensip. Ziddiyet bolsa logikada nasıl bulmaydı o? Ziddiyetsiz kanuni diyen noktada logikada ziddiyet bulmaydı. Lakin logikanın küçünün karamatı bana bu şeyde. Sen o pellik yitenmeysen diyen gel. Ben o pellik yitenmeymen mümkün emez. Aristoteles'in şekler logikasının pellisi ben bu yitenmeymen. O fakat kısmen dairdir logiklik fikir, kısmen dairdir logiklik fikir bilen birbirine inkar kılış, birbirine karıştırış, birbirine münazara tüzüş digenliktir. Ya hata doğmuş hükümem minin ya doğrudur. Logikinin pellisi gidip çıkamazsın. O şimdi dünya demek ki. Aristotel büyük adam iken cuma hakikaten. Şekler logika ve diyalektik logika. Diyalektik logikanın adı Grimanelek paylaşıyor Hegel. Diyalektik logikanın. Şuna gel. Demek birisi edebiyatın sanatçılarını inkar kıldı bir paylaşıyor. Starop edebiyat, şiiriyet ve eser bədii eserlerin hepsi sanatın işidir dedi. İtiraf oldu. Ular buradan bura mundaq təşəbbüs qilishqan idi. Edebiyat hem bilimning yuqori shakli, hem axloq va ijtimoiy harakatning bir xil shakli. Edebiyat deyishgan edi. Agar ular bu tashabbuslardan voz kechadigan bo'lsa, edebiyatning mas'uliyatidan va o'rnidan voz kechganlik bo'lib hisoblanadi. Bazı edebiyatni qo'g'daydigan sardorlarimiz shunlashqa edebiyat bilan estetikalik ahamiyatga ega san'atni o'xshash darajada qarashni e'tirof qilmaydi. Demak, bu estetikalik san'at degan gap bilan edebiyotga ikki yoq chiqdi vatandosh. Sen obraz yaratish uchun edebiyotni shuncha kuchini sarf qilsan, obraz yaratishning o'zi estetikalik san'at vatandosh. Sababi nima? Çünkü siz yaratayotgan obraz edebiyatda güzellik yaratishga munosabatlikda vatandosh. Güzellik yaratishga munosabatlikda. Bundan boshqa yana ba'zi kishilar estetizmlik qimmat va estetizmlik tajriba deydigan bunday hukmlarni inkor qilib, bunday hukmlar ma'lum ma'noda mustaqil kategoriyaga mansubdir deb hisoblaydi. Mana hozir dedim logikani pallisiga yetenmaysan dedim shunda ama Malmaya davasida bu yerda estetizmlik tajriba va estetizmlik qimmat deganlar mushular mushu jumla shaklida yoki mushu hukm shaklida mustaqil kategoriyaga mansubdir deydi. Nochi bo'lsang, sen mushu mustaqil kategoriyani kategoriyalashtirib, qayta isbot talab qilmaydigan, qayta birisi logikalik hujum qilmaydigan yoki mantaqsiz hujum qilmaydigan, pokiz hukm shakli keltirgan vaqtda bu ikki narsa bo'la oladi. Sen bunu bir yer kötülep yürüme değil. Estetizmlik kıymetli kötülep yürüme. Estetizmlik tecrübeni kötülep yürüme değil. Olmaydı da vatandaş bunu. Bu derecesi yitemeyiz, biz yitemeyiz vatandaş. Şairde şu tecrübe bulmuş. Başta ettik o şair destlapki tecrübelerini elip girdi o. Şiirga diyen sözün manisi şair destlapki estetizmlik tecrübe boyunca şiir yazdı o diyenliktir vatandaş. Acaba bir xil aniq estetizmlik tecrübe yoki
estetik obyekt mahiyeti bilen özü ega bo'ladigan soha. Va bu sohadan ya'ni shundoq mohiyatlik bir xil tajriba elib chiqqanlar bo'ladi. Murakkableşib ketdi jumlalarga. Shundoq gap vatandosh. Mana shundoq gap. Men boshda aytdim vatandosh, bir adabiyotda bir ona temi bo'ladi. Ana temi nima? Uyg'ur adabiyotida ana temi nima? Vatanparvarlik. İkinci ana tema mesela konkretleşen muhabbet ve abstraktleşen muhabbet. Ben şundak aytaman, çünkü konkretleşen muhabbet iki yaşlayan, iki Uygur yaşlayan vücudu ifade tapkan muhabbet. Yani birisi abstraktleşen muhabbet öz ara bütün halk, bütün millet kan o karendaş tek netkanda bir aile, bir millet, bir aile, bir millet, bir kanu karendaş, bir millet kandaş. Bu yani bir millet kartıldı konkretlik, hep Allah'da abstrakt aleti kardeş öde. Şuna ana tema, edebiyattaki ana tema, Uygur edebiyatındaki ana tema vatanperverlik, ikincisi muhabbet. Mehrivallik, insanperverlik, ademigerçilik, köyünüş, birbirine qoğdaş ve birbirine istatistik kılışlamamışlar hemisi. Hem konkret hem abstrakt muhabbet dairesi kişiler vatan. En mühim geldilik vatanperverlik. Vatanperverlik şundak eğitimiz bu vatanperverlik diyenlik düşünüdüğün, bildiğin adam için bu bir muşakkatlik yol vatandaş, bir muşakkatlik yol. Onu kıskartıp konkret bir noktada yığınçaklaydıysanız sen yevatkan bir programdan nereden kelidi o? Sen içivatkan bir yutum su nereden kelidi o? Oha, vatandaş Kazakıstanlık yazgıcı Muhtar Evizot'un Bodagöz romanının ahırda bir kuplet şiir var vatandaş. Gün nuridek yoruk bar Bodagöz'ün közüde çeksiz demez tarih var Bodagöz'ün sözüde. Muşunun manisi bir toğram su vatan. Vay keçer ola. Bir toğram nan vatan. Bir yutum su vatan. Şimdi vatan ana tema. İkinci dünya uruşu mezgilide Rusiyaga tecavüz kılıp kirgen Hitler Germaniyası faşizm. Baku tarafı ötüdüğün paytlerde Baku tarafı ötmüdümüz benim isimde kalmaptı. Kıskısı Baku tarafı ötüdüğün Baku Azerbaycan neftkini kontrol kılıştan tarafı buluvatkan bir vaktlarda. Tatar şairi Musa Celil, boylik 19. asırdaki Abdullah Tokay, adı Tahtaşla emas, bu yani 20. asırın 40. yıllarındaki Tatar'ın şairi Musa Celil bir parça balladı yazgan iken vatandaş. Evvel bu kişinin takdirini etibitey, Hitler Germaniyasının askerleri bunu Moskova'da mı, Stalingrad uğraşı meydanıdı mı? Nemi sebepten qaysı yazgan şiir için kandak rencidi bu, kandak gazaplandı Hitler Germaniyasının armiyası bunu öldürdüğün çağda miltik bilen etip emas, kesip taşlangan bir kar yağaçtan, yaki bir karağayının kötügü üstüge beşini koyup, paltı ile çef öldürge vedir. Şair Musa Celil. Onun bir parça balladisi. Özbek tiliga tercüme kılıngan, qaltis tercüme kılıngan Özbek tiliga. Men başta aytgan Şarq yulduzi bilen kelip turatdı bunday eserler. 20. asırның 60. yıllarda dedim, şu vaqtlarda okugan edim vatandaş. Bu balladının mavzusu nima desiniz Özbek tilida? Bulbul ve çeşme. Uygur tiliga tercüme kılsanız bulak ve bulbul, bulbul ve bulak. Burada 3 obraz, personaj var. Biri bulbul.
yana biri keçip kelayotgan Germaniya ofitser generali, yana biri qo'g'lab kelayotgan O'rta Osiyolik bir soldat. German ofitseri keçiyotidu. Keyinde qo'g'lab kelayotidi O'rta Osiyolik jangchi qo'g'lab kelayotidi. Bir yer kelganda harg'an, charchagan Germaniyaning generali keçiyotgan. General qo'ltig'ida bir qora so'mka bor. Bir yerda o'ltirib, o'rda qo'pqandek qildi. Arliq yiroq, qo'g'lab kelayotgan soldat yiroqda. O'ltirgan, qo'pqandek qildi, yana yuraydi, qochidi. Keyinde bu soldat yana qo'g'laydi. Kelib bir yer kelgan vaqtida bir buloqning bo'yiga kelib qoldi, qaranglar. Buloq biliq chiqib etilib chiqib atrofida nayt yumshoq qumni bu yoqqa ayirib musajilina tasviri chiqib qo'g'lab kelayotgan, harg'an, charchagan O'rta Osiyolik soldat dum yetib buloqning suyidan ichiman deb ingishib, suv ichiman deyotganda quduqning beshiga bir bulbul paydo bo'ldi. O bulbul u yoqqa o'tadi, sayraydi, bu yoqqa o'tadi, sayraydi, buloqning beshidan ketmaydi. Haligi soldat ingishib suv ichiman deganda uchib kelib o soldatda qanot o'la urdi. Suvni ichkila qo'ymaydi. Üçüncü qatam haligi soldat beshidagi shapkasini qing'ir kiyib, ingishib resmi suv ichiman deb suvga levini, buloqning suyiga levini tekkizay deb turganda haligi bulbul yana uchib kelib, avval o'zi shu buloqning suyini ichib, shu hamon jon berdi. Soldat hayron qoldi. O'rnidan qo'padi. Şapkasını tüzleştirip kiydi. Buloqdan 2 qadamlarga o'tib, kichkina yana qo'lab, buloq bulbulni shu yerga dafn qiladi. Haligi Germanning ofitserini qo'g'laydi. Oxiri uni yetib tutib oladi. Qo'ltig'idagi qora so'mkani oldi, askarlarga, generalni askarlarga topshirib berdi. Ahirda aşı qora so'mka uchun bu O'rta Osiyolik soldatga Vatan ordeni bilan mukofot keldi. Bulbul qazo qildi. Bunun sababi nima? Haligi German generali keçiyotgan German general bir yerda o'ltagandek qildi dedingiz-ku, shu o'ltaga yerda buloq zahar tashlagan. Bulbul ishkini qo'ymaydi. Kichkina voqea. Biroq Musa Jalil osh orliqlar bulbulning qanot bilan urgan orlig'ini, bulbulning eqiyotgan holatini, hali soldatning suv ichiman deb yetish ahvolini shundoq tasvirlaganki, bu rus tilida yozilgan vaqtdan shundoq tasvirlaganki, shoirning san'ati, ya'ni shoirni tasvirlash san'ati, muhit yaratish san'ati, obraz yaratish san'ati, imog va o'zaro bir-birini birlashtirish san'ati, biri kechiyotgan, bulbul sirni bilayotgan, zahar tashlangan quduq, birisi suv ichiman deyotgan, bilmayotgan, mush o'rtada giralashma, lekin orilishish, bir-biriga zid voqelik, zid tushunchalarning o'zidan bulbul va buloq balladisi o'rtaga chiqadi. Biz nima dedik? Bir adabiyatda bir ana tema vatan. İkincisi Uyg'urlarda Rahim Qosimov deydigan Rahim Qosim. Bir shoirimiz bo'lgan rahmatlik. Anda yozyapti, ya'ni so'z yozyapti she'rlar. Shuning bir balladisi. Yol ustida. Yol ustida bir boboy bir mashinaga o'ltiribdi, bu manzilda u manzilga minibdi. Tushirib qo'yibdi shofir. Bu shofir Xitoy shofir ekan. Bu rahmatlik Rahim Qosimning yozgan balladisi yo'lda burada Millatlar Ittifoqiga nima deyilmoqchi? Amaliyotda asarning
konkret mazmuni u boshqa narsa vatandosh. Sening badiiy maqsading nima? Ey adib, sen shu yo'lda shuni yezib beqishing mumkin. Uning yana ikkinchi xil bir konkret mazmuni bor. Undan nima chiqdi qoldi? Şununla o buvay şu, bu menzilde o menzilde opurib qo'ygan Xitoy shopirini kutib, hamisha kaş yol bo'yida bir yerda o'ltirdikanda shu Xitoy shopirini uchratsam, ko'rsam, uyimga chaqirsam, mehmon qilsam va choy pay bersam, yana bir qatim minnatdorlik ato qilsam. Lekin o buvay o'ltirgan paytda o'ltirib qolaverdigan joyida u shopir Xitoyni hargiz uchirtanmaydi. Rahim Qasım badiiy maqsadi nima dedi? Millatlar ittifoqi. Asarning konkret mazmuni nima? Abadiy ishqa oshmaydi u millatlar ittifoqligi. Bu ay o'ltirgan mashinani haydagan Xitoy bilan abadiy uchrasholmaydi. Abadiy uning rahmat aytolmaydi. Abadiy uning minnatdorlik bildirolmaydi. Chunki abadiy millatlar ittifoqi degan mavjud emas. Uyg'urning yozuvchilari, shoirlari meyli angliq, meyli ansiz mushunda asarlarni yozgan vatandosh. Bu shoir Rahim Qosimning maqsadi millatlar ittifoqligi. Amaliyat asarning konkret maqsadi millatlar ittifoqligi abadiy ish qo'shmak. Mushundaq dunyo adabiyotga asos tutima. İstetizm dedik, güzellik dedik, istetizmlik düşünce dedik, istetizmlik tecrübe dedik. Şiir dedik, şiiri. Menzile dedik, şiirden avvalki şiiri menzile icat etkiriş baskıcı. Şiir yazılıp boğandan keyingi şiiri menzile, şiir yazılıp tamamlanış baskıcı. Şundan dünyamış o vatan. Bu neziriyelerin şundan söz değmez. Kançılıkını paylanırsa, kançılıkını paylanmaz. Üzerine ihtiyar vatandaş. Yani ben hazır siyasetle kün bir sözde ciddileşkende adamda bir xil ciddilik payda oladigan, endiki kayinlik keldigan ağırgınlık mı payda oldu? Onun üstüne hazır edebiyatımız eğer daşnam üstüne edebiyatımız eğer aç yolda şuna bunu qoğlışımız gerek bu edebiyat ne degan. Lekin to'liq ma'noda aytib bermayman çünkü bunun için nurg'un material ko'rish kerak, yezish kerak, tahlil qilish kerak. Ondan kam kishida ozodi ko'ngil bilan o'ltirib so'zlash kerak. Mana bunday sharoit yo'q, sizga ham bunday sharoit yo'q. Uyg'urning adiblari, yozuvchilari yugurib kelayotgan yozuvchilardir. O'ltirib aramoqda ish qiladigan Uyg'urning yozuvchilari yo'q. Çünkü Uyghur milleti joyida o'ltirib aram xudo tamoq yeydigan, aram xudo ish qiladigan millat emas. Çünkü bu millat mustamlaka millatdir. Bizim hayatımız mı şu vatandaş? Şunu tünügen sözdeyten bunu avval kılıksiyemle aldırap sözlep çarşaptı menden vatandaş. Şunu da asta jığıştırıp yenip kırıp ketkendim ben bugün. Sizlarga so'zlab berdim. Ama siyosiy vaziyatimiz katta juma vatandaş. Nurg'un narsani sizlarga ichiqlab so'zlayolmaymiz. Chunki vaqt kelmagan narsa so'zlab bo'lmaydi.